Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ahmedov Mirqodir Rustam Aliyevich. Bugun sizlar bilan ko'pchilikni qiynaydigan va to'satdan paydo bo'ladigan teri kasalligi eshak yemi haqida gaplashamiz. Eshak yemi nima? Nima uchun u paydo bo'ladi? Qanday davolanadi? Ushbu savollarga javob olmoqchimisiz? Unda videoni oxirigacha tomosha qiling. Eshak yemi teri yoki shilliq qavatlarda yallig'lanishli o'zgarish hisoblanadi. Tibbiy tilda u urtikariya deb ham ataladi. Xalq orasida esa tarvoq nomi bilan ham mashhur. Allergik eshak yemi dunyo bo'yicha har 3 ta odamdan bittasida umri davomida bir marta bo'lsa ham uchraydi. Eshak yemi boshqa teri kasalliklaridan, allergen bartaraf etilishidan yoki dori moddalar qabul qilishidan keyin terining o'z holiga qaytishi bilan farqlanadi. Eshak yemining kelib chiqish sabablari. Eshak yemi odatda atrof muhitdan yoki iste'mol qilingan narsaga nisbatan allergik reaksiya natijasida yuzaga keladi. Ba'zida esa asosiy sog'liq muammosi natijasida ham yuzaga kelishi mumkin. Keltirib chiqaruvchi omillar ikki xil bo'ladi: endogen va ekzogen. Endogen omillarga ichki organlar patologiyasi, ya'ni oshqozon ichak, o't qopi, nerv sistemasi, jigar, qalqonsimon bez funksiyasining buzilishi natijasida kelib chiqadi. Ekzogen omillarga esa kimyoviy, mexanik, fizik ta'sirlar, dori-darmon qabul qilish, oziq-ovqat iste'moli, hasharotlar chaqishi, gulchangga nisbatan allergiya ta'sirida yuzaga keladi. Ba'zida esa immun tizimiga bog'liq bo'lmagan hollarda ham yuzaga keladi. Ya'ni sovuq ta'sirida, issiq ta'sirida, ruhiy zo'riqish, ya'ni stress ta'sirida, ba'zan esa hech qanday sababsiz ham yuzaga keladi. Ba'zida esa angenevrotik shish, ya'ni kvin shishi shaklida ham kelishi mumkin. Bu holatda yuz, lablar, qovoqlar, tomoq, til va nafas yo'llariga ta'sir qilib, nafas olishga xalaqit berishi mumkin. Eshak yemining kelib chiqish mexanizmi organizmning immun tizimining noto'g'ri reaksiyasi natijasida yuzaga keladi. Dastlab allergen organizmga tushadi. Immun tizimi esa bu moddani yot modda deb qabul qilib, unga nisbatan gistamin ishlab chiqaradi. Gistamin esa teri ostidagi mayda qon tomirlarini kengaytirib, suyuqlikni teri ostiga chiqarishini ta'minlaydi. Ya'ni suyuqlik to'qimalarga sizib chiqadi. Natijada terida qizarish, qichishish, toshmalar paydo bo'ladi. Bu esa eshak yemi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bu reaksiya tez-tez va uzoq davom etsa, bu surunkali eshak yemi hisoblanadi. Eshak yemi turlari ketishi bo'yicha o'tkir va surunkaliga bo'linadi. O'tkir eshak yemi 6 hafta davomida davom etadi. Surunkali turi esa 6 haftadan keyin rivojlanishi hisoblanadi. Klinik patologik turlari bo'yicha turlanadi. Birinchisi dermografik eshak yemi. Teri yuzasi bosilganda biroz qizarish va shish paydo bo'ladi. Qo'zg'atuvchi ta'siri olingandan keyin bir necha daqiqalardan keyin o'z holiga qaytadi. Keyingisi sovuq ta'sirida paydo bo'ladigan eshak yemi. Past haroratning uzoq vaqt davomida ta'sir qilishi 95% holatlarda odamlarda eshak yemini keltirib chiqarishi mumkin. Sovuq ta'sirida organizmda qizarish va qichishish paydo bo'ladi. Keyingisi vibratsion eshak yemi. Terida uzoq vaqt vibratsiya natijasida yuzaga keladi. Ta'sir to'xtatilganda darhol o'z holiga keladi. Eshak yemining klinik belgilari: yaqqol qichiydigan papulalar yoki turli o'lchamdagi pufakchalar ko'rinishidagi diffuz yoki cheklangan toshmalar, ularning atrofida eritemalar ko'rinishida keladi. Teridan ko'tarilgan qizil dog'lar shaklida uchraydi. Shuningdek, pushti rangda ham namoyon bo'ladi. To'satdan paydo bo'lib, 24 soat ichida orqaga qaytishi mumkin. Ayrim hollarda nafas olishni qiyinlatishi mumkin. Qanday davolanadi? Allergik testlar orqali sababi aniqlanadi. Allergen va stressdan yiroq yuriladi. Antigistamin dori qabul qilinadi. Og'ir holatlarda shifokor tomonidan steroid, ya'ni gormonlar tavsiya qilinadi. Bundan tashqari immunoterapiya va boshqa zamonaviy usullar yordamida davolanadi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar toshmalar uzoq vaqt davom etsa, nafas olish qiyinlashsa, dori moddalar ta'sir etmasa, lab yoki ko'z atrofida shish paydo bo'lsa, darhol shifokorga murojaat qilish kerak. Eshak yemi vaqtinchalik bo'lishi mumkin, lekin uni sababini aniqlash muhim hisoblanadi. Bundan-da qiziqarli ma'lumotlarni bilishni xohlasangiz, bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kasal bo'lmang.